Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi chin go'zal Ipak Yo'li Sadasi programmasiga qatnashgan mayirlarning chin haqiqiy ovozdan olishga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Shinuri biotexnikasida Sulton zavodida ishlangan go'zallik bilan chin go'zallik buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bugungi programmamizga qatnashgan mayirlarning qanday tartiblanganligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinchi darajaga erishgan mayirni asal makoni g'ulja ishlab sapta va aslini bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktul musulmoncha maktab ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi daraja mukofotimiz nihoyat katta. Uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Xutyor markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Xutyor fan texnika taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Jingarsi mukofotimizda esa Uyg'ur tibobatchiligini belgilik o'sish hosil qilgan Xinjiang Kinara mablag' shirkati Erkon mahsulotlari ta'minlagan 100 million qiymatidagi avtomobil. To'rtinchi daraja mukofotimizda esa Zlotnozdan namoyon bo'lgan Xinjiang Mo'tvar xalqaro so'z shirkati Alzoq kiyimchilikka ta'minlagan 50 million qiymatidagi avtomobil. Shunday qarindoshlar, mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida bizning mayirlarimizdan tayyorlig'i intayin puxta. Qani, mayirimiz sahnimizga marhamat. Dönkörükning jahonga danqi bor. Dönkörük yigitlari mardon. 27 yoshlik muno yigit klassik kuylarimizdan birini ilib kelibdi. Kutib olaydi. Mening maqsadim alaydigan ammoba uslub bilan milliy uslub naqshlarni yaxshi aytaman, hamda musiqat ortiqchiligim bor deb qarayman. Qiziqishim bo'lsa, naqsh aytish va muzikchilikdan boshqa tantarbiyaga qiziqman. Maktab o'ynashni yaxshi ko'raman, voleybol o'ynashni yaxshi ko'raman. Uydagilarimni shu mening orzuyim bu shu maktabda o'qitgan. Uydagilarimni qatnashchiligini anglab, nayt qo'shilgan deb qo'lladi. Shuningdan keyin muzikaga bo'lgan, naqsh aytishga bo'lgan qiziqishim ixtimo aslab ochdi. Men bu musobaqani shu do'stlarimning menga tavsiya qilishi orqali qildim. Mening bu musobaqaga qatnashishga maqsadim bo'lsa, o'zimning naqsh aytishga ortiqchiligimni namoyon qilish hamda o'zimni bir sinab chiqish uchun bu programmaga qatnashdim. Nozlık dilber bilsin bayqayım Çerfi felek ürler gedayledim Fırroge kay güzel Hacı Rami al-Jiral gedayledim Roge kay güzel Aci Husrev Rami al-Jiral gedayledim Şirin bir ayvami uzran Ullaniyen bağışıda mınkırdı savran Parçani öldürgen Vefasız dünya ahiri barçeliye felayledim Barçeliye öldürgen Vefasız dünya ahiri barçeliye felayledim
Mecnun derler Alemge usta Cihan evdemidir Olmadı azam Leyli Mecnun derler Alemge usta Cihan evdemidir Olmadı azam Nazlık dilber Bu çerkin alşak O garip canımda Cefa eyledim Nazlık dilber Bu çerkin alşak Bu garip canımda Cefa eyledim Ay, verip senem operası bilen urilib berdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir o'zim tunishtirayotgan qanday gapni andib deyshayli. İsm familiyam Bardadi. Bu yil 27 yoshga kirdim. Yurtim Urumchidan. Qilayotgan xizmatim soqchi. Oy, muborak. Qanday bu narsani tanlab qoldingiz? Ammo o'qigan kasbim Xinjiang san'at institutidan muqam kasbim bitirgan. 2010 yilda. Ovozingiz chiroyli, ha? Ovoz chiroyli. Bir naskam. Shaxsan mening o'rilmaginim sizning naqshini yaxshi aytmaganligingizni emas, balki naqshini shunday yaxshi aytganligingizni men o'rlamadim. Chunki meniki gapniki samimiyatini desam men qanday yetaklashni tuqolmadim. Buna Biz yana bir kublet bor, yana avdisini bir xil bizni bir undaq nimaga soladi deb o'ylab qoldik-ku, lekin Biz odat anlaganda bu yana bor. Yana azroq davom etdigan dek biz to'ymagandek-chu. Yaxshi aytdinsan naqshini. Bundan boshqa turdagi uslubdagi naqshlarni aytib baqqanman. Aytmoqman. Unda bo'lsa bugun mushu naqshini tanlab akilishdiki bir sababini deb bersan. Hamda kasbim muqam bo'lgandan keyin shu muqamni chiqay dedim andan keyin. Sal oldirab ketib qoldim-ku, uning ustiga men muzik topolmay qoldim. Shu qarsam shu kompyuterimda mushuning benziz bor ekan, qanday muzikasi. quruq muziksiz esim bo'ladi-ku. Shu muzika akasam yaxshiroq bo'lardi deb. Agar fursat bo'lib qolsa, bizniki tanlamoqchi bo'lgan odamlardan to'shmay qolsa, yana bir qatim fursat bo'lsa, har holda ukam yana bir tayyorlik qilib qo'ying. Ma'qul, chuqur. lekin mana shuni o'qishga bo'lmaydi. Qoidada boshqa naqsh bilan yana bir zongni bir ravurs Sizga fursat bor. Ma'qul, rahmat. Bo'ldi. Bo'ldi. Baydı dokku, Ürümçi yigitleri merdanede. Merdani kelgen merdanı boş kelmey, çokum birer iş tayırdıdı deydi. Yaşlıq demek, heves demek, heveslerge sahneler gerek. Kaşkırımdın keldi Ahmetcan, san'atga bag'rida kuydi yürek. Shu muzikaga qiziqishim bo'lsa, men asosan ommabop uslubdagi yana xalq naqshlarini, muqomlarni yaxshi ko'raman. Musobaqaga qatnashdagi maqsadim bo'lsa, o'zimningki shu san'at kasbiga qiziqishimni bir joriy qildirish maqsadida o'zimni bir sinab baqish uchun bu programmaga qatnashib qoldim. Musobaqada chempion bo'lish o'yim yo'q, lekin shu programmada 16 kirishga cho'qim ishonchim bor.
Ellerimi cambazlayıp Ezildizda Uygur'a icazetsiz Rava meşre Can katay değme Kıydım, mındakka kündüm
Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingni aşı do'stingni bir tanishtirib qo'ygin. Assalomu alaykum. Mening ismim Ahmadjon. Bu yil 29 yosh. Yurtim bo'lsa Qashqar Konshar, hozir Urumchi turibman. Bu aka og'inam bo'lsa Qog'liq diyardan kelgan Abdurishit akamiz. Biz ko'ringan muzikantimiz. Bir jutladir ko'rishing. Bu do'stimizla biz uzun yil oldi ko'rishmagida. Men shu kichik vaqtimdan ikkalan birga muzikchilar birga cho'ng bo'lgan yaxshi do'stim. Ras yaxshi ketadi. Rahmat. Abdurishit qattiq chetdadingiz. Ras. Agar bugun mushu inimga siz bo'lmagan bo'lsangiz bu talantini to'liq namoyon qilolmasdi balki. Chunki bu musobaqaga bu to'rtimizning naqshini, to'rt xil uslubdagi naqshini chelib chiqish uchun, o'zgartirib chiqish uchun bir ozroq jarayon ketdi. Ham pokiz bo'ldi. Buni ovozini to'liq talpiq anglay oldik-da. Mana sizning hamkorligingizga rahmat. Abdurishitni vaqtincha aramelishga chiqarib turib, yolg'iz qo'yib bo'zaq qilmasak, to'g'ri. Urdiganda bo'ldi. Anılardan başında digine eniqlar bu. Siz aşı muzikalar bilan birleştirip 3 er kişinin kuyudan o'zgartib bir ayol kişinin kuyuga ko'tirib aytish degan o oson gap emas. Lekin men buni qayilib qoldim. Shuning uchun mening naqshamni birdan-bir aytgan er deb dahshat tanlab ketaman men. Bu to'rtimizning naqsini endi nima uchun mustaq bir qurashtirib Maşa yangilikni siz qanday bir o'ylab chiqdingiz? Nashatdan beri men shu programmada bo'lamda kelib ko'rib turibman. Har xil bolalar qatnashdi, shundoq biz saylangan, shundoq yomon bolalar qatnashdi. Bunda bir yangilik qilgan bolalar yo'q ekan-ku. Shuning bilan men mushtaq bir yangilik qilib bir o'zimni sinab boqay deb. Sening ovozing volumi xeli mustahkam ekan, kengir ekan. Shunga biz shunday bir hijilchilik bilan oldinga kelib qoldik endi. Erkin efendining fikrini anglab baqlar. Cho'qim to'talarningki naqshini bunda aytib chiqqan keyin ko'nglingizda cho'qim bir samba. To'g'ri, uningki ko'nglida sanbaligi aniq. Endi navbatni sana beraylik. O'zing bir tanlash qilgin. Men Mahmud Kamni. Mahmud akamni tanishim. Ahmadjon Mahmud bilan Mahmud Sulaymon apandining hamkorligi ko'ngildagidek bo'lgan. Yangi kuylar vujudga kelgan. Yuraklar yaqin bo'lsa, yo'llar yiroq bilinmaydi. İli vadisidan yana bir qeyrinishimiz sahnaga yetib keldi. İştiyaqim bilan o'zimning shu so'ygan narsalarimni, so'ygan musiqalarimni qadrlab, shu sahnalarga chiqish sharoitiga erishdim. Bu musobaqa endi birinchi bo'lma, ikkinchi bo'lma degan bo'lmaydi, lekin men shu bosqichdan kelarga bir bosqichga o'tib, shuningda yana o'zimning ijodiyat kuyimdan birini aytib olgan bor. Ortiqchilik qilmish, yomir so'zlab qo'yman jonimcha. Birini deb beray. Isamkam atdiganni o'rnidan qo'flan, o'ltasi mayoqdan bir sepida. To'g'ri, Isamka bir savol so'raydigandim, uyga kiribdi. Ishtikin bo'lgan bu gapda aroqdan ichib. Isamka, aba savol so'raymasin, kirkatdan o'yinqa. Bir savolim bor, so'rab qo'yayman. Ve sonra sen kalktın koymuş araklı için sonra ses oldun emmini. Sonra Qancha ish kirding Isamka? o 60 kırdım mı? Hudayımız 60 kırdım. Va umrim uzun qutib deb ketib qoldi ekan. Orliqni 10 yil tutib
O İslam'ın ömrünü verip de, o Mesut'un ömrünü verip de yanıki kaldı. Ya İslam'ga, bir sualım var değil mi? Kanda sualın ba, sorar. Kaç yaş kırdın İslam'ga? 60 kırdım ben, 60 kaç. İslam'ga 10 yılın 60 kırdım diyen, 10 yılın kim 60 kırdım deysen o? O kavalda gibi bitiriş gerek. Didarını görsetmedin ya, meni ko'nglim xohlamas bo'ldi. Didarını görsetmedin ya, meni ko'nglim xohlamas bo'ldi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mening ismim Mirzakim Botir, hozir O'g'il shahardan. Men 29 yosh. Rahmat. O'zingiz boshqa kasb o'qamsiz yoki? Endi men san'at bilib o'qitmoqman. Endi shu kichkimdan shu dadamning tarbiyasi bilan shu dudda asos qilib shu 6 yosh chig'imda shu O'g'il shaharning 92-yil No'ruz shuning qatnashib birinchi darajali mukofotlarni ilib kichik vaqtimda degandek. Shunda qatim bu qatnashib chiqishni maqsadim. Men bu xalq ishidagi bir naqshlardan bo'lib qilish orzuyim bilan barliq shu ustozlarningki bog'lab mana qanday fikrlari va shuni o'ylash gap qilishni umid qilishlarga. Sizlar men chiqqandan keyin bir xil Voduq manda paxlan beri chiqqanligim shu voduq qo'l titrab deganda. Kayfiyat unda bo'lgandan keyin jiddiylish bo'lgandan keyin ancha ushaq kamchiliklar sodir bo'ldi mayli. Men eng oxirida o'rildim, aylandim siz uchun. Bu efendimlar nima uchun o'rilmadi? Bek titrash, ovoz titrdi, ovoz joyi kelmagan yerlar bor lekin menda bu xildagi naqshlardan bir ikkisi bor hisobda. Her bir muallimning o'zining sababi bor. Nurisa xonim tanlashiga intayin hurmat qilamiz. Nayt yaxshi bo'ldi. Rahmat. Tabriklaymiz. Mirzakim Botir Nurnisa xonimning gruppasiga tanlandi. Mirzakim Botirdan umid cho'q. Bu yosh yigit G'arbi Janub Tarim neftligidan Urumchiga kelib mustaqil ishlayapti. Endi sahnaga taklif qilsak, sadosini yoritib, cho'qim biror ustozning maylini tortmay qolmaydi. Bizim asas Amiga uslublik naqshlar bilan R&B uslublik naqshlar hamda shu o'zimizning milliy bo'lgan zamonaviy uslubni birlashtirib, yaxshi ijodlar bo'lsin, mayli ahanglar bo'lsin, kuylar bo'lsin, shunday kuylar aytish bu mening qiziqishim. Asosan boshqa qiziqishlarim tantarbiya turlaridan qiziqishim, so'zish, basketbol hamda futbol qatorli turlar. Ipak yo'li sadosi musobaqasiga qatnashdiki, asos o'yin shu o'zimni sinash uchun hamda o'zimning qaysi bilan tagini bilish uchun bugungi Ipak yo'li sadosi programmasi qildim. Qanchalik ishonchim bor deganda, u ishonchni ma'lum darajada ko'pchilik so'zli va ifodalab bo'lamayman, lekin mening ishonchim necha yildan beri san'at sohasida yurayotgan qadamimning har birisi mana shu ishonch. Otluk yürekte yangan arzularim üçün yaşayman emdi bilgin emdi özüm üçün Otluk yürekte yangan arzularım üçün muhabbeti vazgeçtim şigitli gururum üçün sadakatlik Örten
öz qadirim uchun qadrimni kim bilsa qadirlik men uchun sadaqatni so'raysam o'zing bilmay nima uchun muhabbatim voz kechdim sadaqat uchun sadaqatni so'raysam o'zing bilmay nima uchun muhabbatim voz kechdim sadaqat uchun sadaqatni so'raysam o'zing bilmay nima uchun muhabbatim voz kechdim sadaqat uchun sadaqatni so'raysam o'zing bilmay nima uchun muhabbatim voz kechdim sadaqat uchun muhabbatim voz kechdim sadaqat uchun assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p, endi o'zini tunishtirib o'tgin. Ben Şir Ali Juniye, ben sana şöyle bitirdim. Hizmet yok hiç. Vodka açma. Ağır vodka. Yaxshi. Ağır vodka. O'ylagan bir arzu armonlaringiz ne? Bizga hozir shu vaqtni o'zida bera olamsiz. Her vakit mikrofonu qo'limga olsam, xalqning yurak tarzini chekadek naqshchi bo'lish orzuyim bor. Naqshaniki melodiyasi aytilish jihatdan menga yoqdi. Teksti bir g'ayri fikr borchu. Sadoqat uchun muhabbatdan voz kechdim degan bir fikr bor. Bir g'ayri bir yo'l orqali o'zining muhabbatga bo'lgan sodiqligini ifodalash bo'lyapti-da. Fikrdimi yangilik borki, bu shoirning o'tkir qalbi bor bir shoir bo'lsa kerak. Kichkina qistirib qo'yaptilar. Xo'sh. Bu naqshni do'stim yozgan vaqtda onun uchun da bir arzusi bor ekan. Biz bir plastik chiqarsam, bir naqsh aytib olsam degan arzusida bir yil vaqt so'zib ketish jarayonida muhabbati to'y qilyapti-ku boshqalar. Dal to'y kuni kechasi tog'da o'tirib yozgan naqshga. Shunga muhabbatdan voz kechdim yigitlik bo'larim uchun. Siz yigitga afirin. Afirin. Endi Nurnisa xonim boshqa fikr bormi? Boshqa fikri yo'q, talashimiz. Ben bir işin soru olaya. Siz çokum sahneye çıkıştan oldida o'zingizniki ko'nglingiz bir san bo'lishi mumkin. Demakchi bo'lgani, hozir tanlashing boshqa gap. Ko'nglimda o'ylagandim deb taqdirchi qo'y. İkisi bir bo'lib qolsa shu saturtda. Şu aşında çıkıp kaldığını his qilyapman. Şuna texim bir ta'kidlab o'tilar demakchi. Bir yurak ishga muhabbat sig'maydi. Yaxshi. Demakchi bo'lgani, Mahmud apandimi demakchi bo'lgani, sadoqat uchun muhabbatdan voz kechdimchi. Mazmun shuga asos. Sadoqatni deb baq, aslida nimani o'ylagan qadavdi? Shunga taqich ketganda inimiz. Ammo hali shunda kekeslik ham qoldim. Ishqsiz. Ammo hali shunda cho'qin va desak bo'ldi, shaqsan. Ammo hali naqsni olib cho'g'ildi. Mana gapni siz shukri buni kim diqqat qilinglar. Ixlos qilamiz da. Yaxshi gap bo'ldi. Barliq Nishada o'tgan tomoshabin ini-sing'illarimizga, do'stlarimizga, ham naqshchilarimizga bizning tavsiyamiz palani naqshchiga ixlos qilmay yoki men palani akamning achamning mastanisi desanglar. Mastani. Tang chiroyli gap. Odamga cho'qinmaydi. To'g'ri. Davom. Bugungi tanlagan ustozim
Abdullah Abdurimov adamdir. Biz dedik ku. Ha, Şirali koşup ketdi bu deyman. Hamimiz xush oldik. Abdullah efendini besib tushadigan naqsh yo'q ketamsiz dedi. Sadalarımız yanırak, mayırlarımız kızgaz. Ana, İpek yolumuzga, İpek yoludan yana bir mayır geldi. Kızqışım bo'lsa, atigan sahar turib chiniqib, kitob o'qish, til o'rganish, yana hayot qilish. Bu musobaqaga qatnashdagi maqsadim shunaqla. Planlarim bo'lsa, bundan keyingi shu o'zim qiziqqan, o'zimning alaylik bo'lgan naqsh sohasida texmo yetersizliklarim, mayli ortiqchiliklarim bo'lsin. Shu musobaqada o'zimni texmo chiniqtirib, o'zimni mukammallashhtirish uchun qatnashish maqsadida keldim. Shendan bo'lsa, garchi men bu kasbni o'qimagan bo'lsam-mo, san'at maktabi usul kasbida o'qigan, ayni vaqtda maktabga qaytgandan keyin bu shu naqsh etishni o'zimdan o'rganib, qiziqib, sayyora kasbga keldim, ammo ishonchim 80-90% ishonch qila olaman deb o'ylayman. Seydin gaplaringga endi men ko'ndim, sevgilik shartlaringga endi men ko'ndim, to'ymasdim qamitingga endi men ko'ndim, sevmasdim gapga ko'ndim, shartga ko'ndim, san'atga ko'ndim, ko'nish emas ko'ydim, suydim, mundatga ko'ndim, mehring vafo sadoqatim oshxonada Açqinada senda vicdan menda g'urur abadga ko'ndim. Kündüm manga kündüm çindilim dünya, biz gidiştik muhabbete bulduk vapada,
Dilrishtingga mening rishtim Bağlanganim ehken Aqidimiz muhabbatga Melbi yo'lacak Dilrishtingga mening rishtim Bağlanganim ehken Aqidimiz muhabbatga Melbi yo'lacak Gepke kündüm, şerke kündüm, sen merke kündüm. Könmüşemez göydüğünü süydüm, ben merke kündüm. Mihri baba sadakatin, artık ineden. Elbette kündüm Sende vicdan mende gurur Elbette kündüm Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Özünüzü tanıştırın. Özüm Kaşgar şehrinden geldim. İsmim Fatima Tursun. Bu yıl 25 yaş kirdim. Efendim, benim qandaq taklif fikirler var ki anlap bakıp anan ekin sizlen paranşaya. Makul. Şu aylandıramagandan afsuslanışdan başka işim yok. Nurlan Safa Hanım'dan bu çıraylık naqsını okuttu sanlamaz. Tertirip ketdim o. Çetinişip kaldım çünkü bugün emmi cihetten özüm yolguz geldim. Birlikte kildiğim dostlarım yoki yıkıldırım bulmay kaldı. Hiç yok, dostunuz manimen, hediniz mi manimen? Ko'nglingiz yerim qilmang. Yerim qilmasin. Yo'q, yerim qilmaymiz. Bu qiz meningki shu ayni vaqtdagi, ya'ni 15 yil bo'ldi. Oldi kelib olib, shundaqmi? 15 yil bo'ldi bu naqshiga. 15 yılның aldidagi men o'zim nomzodi. Mushunda aytgan. Siz o'zingizga o'zingiz o'rnilmadingiz. Chunki men bundaq o'rnilmasligimdagi sabab men bunga yo'l qo'ysam bo'lmaydi. Men mushu programda sirtqi shaxsiy vaqtda men o'zim ayrim tarbiyalashga va'da beraman mana. Endi Nurnisa xonimga yaxshi gap qildi sanam. Siz mushahadangizdan o'sha xil bizning ko'nglimizning o'rni olgan naqshdan birini tanlab aytgan ekansiz. Chuqum Nurnisa xonimni yaxshi ko'rsiz. Hozir sizni gap qo'ysak siz yig'lab qoldi ekansiz. Yig'latmayli. Yig'lamayli. Yig'lama. Endi siz yuragingizdagi bir ishqingiz gapiringizni davalang. Musobaqa sababidan mushu sahnaga chiqib, mushunchalik o'zimning talantini joriy qildirib, mush naqshni o'rnaganligimdan nihoyatda xush bo'ldim. Onun başqa Nursa Basxonning bu naqshni nihoyat yaxshi ko'raman. Ham kichikimdan boshlab naqshlarini yaxshi ko'rib o'rnatdim, anglaydim. Shunday hammalarniki shu, lekin men naqshni xato qilib qoldim deb o'ylab qoldim. Siz naqshni xato qilsangiz, aytilish uslubi alayda o'zgacha bo'lgan, boshqacha uslubdagi naqshlarni aytdim, yaxshi aytdim deb o'ylayman. Men tushundim. Siz faqat yaxshi ko'rganligingiz uchun qurbonlik bo'lib ketibsiz. Asli bu naqshni yana texmo ishqirlab bekrak ashu aytish kerakdi. Men sizga o'rilmasligim sabab sizga yo'l qo'ysam bo'lmaydi. Siz taraq qilishingiz kerak. Abay deyishgan gap bo'yicha ikkimiz yana qaytadan ko'rishib, o'zimiz shaxsiy paranglashib
yani qilamiz. Burası to'g'ri his qildingiz. Bu nayt chiroyli naqsha. Ba'zi o'quvchilarimiz shu hammasi shu jihatga ketyapti. Bu isil naqsha anglaydigan, yaxshi ko'radigan hammamiz naqsha. Musobaqa uchun mana ilqi sizning ovoz doirangizga, ifodalashga to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Bu da qatimqi musobaqalarda bu ishlarimiz yana Nurisa xonim bo'lgandan keyin yani maslahatlashib kelamazsinglarmi? Qaysi bir kelamiz. Fursat degan to'la. Fatima, sizga texnik ko'p fursat, xudo yor bo'lg'ay. Eng yeni Turkiya filmlari. Eng yeni etotlar. Eng yeni MTV naqshlar. Dünya yenilikleri. Şatlan Kino Tori. Şatlan. Suyu elbek Harun Bey'deki diyar Toksu'dan bir kişi geldi. O Sıratul İsmail Efendi. Klip veremez. Odatda xalq naqshlari va ombop naqshlarni intayin yaxshi ko'raman. Shundaqla o'zimmi xalq naqshlari va ombop naqshlarni aytishni yoqtiraman. Buloqmi ombop naqshlarni atrofga yoqtiraman. Qiziqishim bo'lsa, naqsh aytish va musiqa aytishdan boshqa yana oram kunlarda televizorda tantarbiya musobaqalarini buloqmi futbol musobaqasini ko'rishni intayin yoqtiraman. Men Ulvatlik İpek Yolu Sadası programımıza qatnashish orqali o'zimning kasbiy musiqa o'qituvchisi bo'lgandan keyin o'zimni bir sinab o'qishni umid qilib bu programga qatnashga keldim. Men bu qatimqi birinchi bosqichdagi o'tkazdim. Qalblik o'tishga to'liq ishonchim bor. gece aydın gece ya bu gece salgın gece bu gece aydın gece ya bu gece salgın gece bu gece güzel gece ikimiz yürgen gece bu gece güzel gece ikimiz yürgen gece
Emkin kecha Şu kecha Sarson kecha Şu kecha Emkin kecha Şu kecha Jimjit kecha Sılman Kecha Şu kecha Jimjit kecha ya Sılman Yan kecha Zimiston çöller ara Son gece Bu gece. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam. Özünüzü bir tanıştırıp atalım. Ben Sırabıl İsmail, Aksu vilayet Toqsun Aystin. Bu yıl 37 yaş müzik öğrencisi. Siz nemin kesip okudunuz? Ben müzikini okugan. Müzikini qaysi türde? 91-yili Aksu Darınbalı Mektebining san'at kasbiga qabul qilingan. Umum pek. Umuman muzika, naqsha, usullar türüne bitirdim. Ondan keyin Şinjan Mağarip İnstitutida muzikada bilim aşırdım. Sen oduqib qaldınız mı başta? Başta azroq jiddiyleştim, oduqdim. Bu naqsha o kecha 89 yezibdimi? Shu kechada yozgan buni. Azroq turib o'tay. Beshida yaxshi o'rlab berdingiz, ammo lekin beshida sal titrashlar oldu. Sal oduqishlar oldu. O'ttir qismida onadan yaxshi oldu. Lekin yuqori qismida texnik yaxshi o'qib o'tdingiz. Sizdan so'rab qo'ysam, nima uchun o'qib qoldingiz bu naqsha? Bu naqsha san'at tarbiyalash hayotini boshlagan vaqtimda eng burun anglagan va shundoqla menga qalbimga ta'sir qilgan, intayin yoqtirgan naqsha ta hozirgacha bu naqshlarni aytib ketaman. Gayet yoqtiraman. Vallahi Bu o'quvchimizni men taniyman. Bu xili pishqan atrofliq tarbiya ko'rgan naqshchi. Bunda bu aytganda men naqshlarni anglagan. Biroq mush bu kecha degan naqshni aytganda men olmabdikan, o'zi yaxshi ko'rgan bilan menga aytmabdikan. Ashu Mahmud Efendi'ninki bu naqshsiga bizni takuna 89-yildan yangi yozilgan vaqtida tatib anglab kelyapmizda. Mening aylanmasligimga sabab bo'lgan narsa, men bu inimning o'zini ko'rmagandan ashu tankichidan o'tgan sarsonlik toz hissiyot yetishmagandek bo'lib qoldi, to'lmagandek bo'lib qoldida, men shuncha aldirab ketdim. Ashar bir bo'lib ketgan bo'lsa deb. Haqiqatan umidlik Erkin Efendi, Mahmud Efendi seni tanlab to'g'ri qildi. Afsus, men xatolashibman. Yo'q, nima deyapsiz? Şu ahırda Mahmud Süleyman Efendi'ninki bu kecha degan nomliq naqshni o'rlabsiz. Shuna endi men Mahmud akamdan talashsammi, menga tegmaydigan o'xshaysiz. Kechani talashpasaymi ya? Talashish kerak uni. O'quvchimiz seni tanlab qolsa amal yo'q. Endi sizdan so'raydigan bir ish. O'sha maktabda ishlayapsiz shunaqa? O'ylaymiz, ana shu maktabdagilar ruxsat qiladimi?
Şu Yipak Yolu Sadası programımızga qatnashganligimni maktab rahbarligiga iltimos qilgandan keyin ularni aytdi qizim qo'lida mayli qanchalik uzoq vaqt bo'lsin biz qo'llaymiz. Shunday hozir endi ikki ustoz sizni tanladi efendim. Mening aylanmasligimning sababi siz biz mavhumimizda aqimizda turib anglagan bo'lgan ekan siz 5 yildan müzik başlanıp 5 yıldan kiremeye kaldığınız için ben tentirip kettim siz kiremeyin. Biz sizden tan eğitimiz, tan keyin hayacanlandığım bu başka. Şunu hem de sel işkilleşip kaldı geçirirsiniz. Hem de şu iki ustazının birisini tallaş hukuksuz kaldı. Ben Mahmut Süleyman Efendi'ni tallayayım. Isıl nakşılar, avazlar, yartıl sadalar üzüller. Rafıl İsmail'nin kalbideki sanat otları Mahmut Efendi'nin perdişi bilen yığını ulguyup yoğur yan oldu. İpek yolumuzdan yanı koldurma avazı yüreklerini lerziga sanmakta. Mana İli Vadisi Qorg'asdan yaş dostumuz İlyar Nurmuhammed yetib geldi. Odatda ammabop turdagi naqshlarni yaxshi yetib qiziqishim basketbol o'ynash, futbol o'ynash. Bir kunsi indidir o'ynab o'tasam do'stlar salonida bayqab qolgan. Shuning bilan do'stlarimning tavsiya qilishi bilan bu kunlik musobaqa qatnashdim. Yipak Yo'li Sadasi programmasiga qatnashib, bu qitim cho'qim yaxshi natijalarga erishdim. Aydın keşlede baktım yolunga sana bağladı Renat anlıydı Aydın keşlede baktım yolunga sana bağladın Renat anlıydı Koyaş tekinli Gillik koynunda Etkan akşamlı Seher anladı Yaştakilli koynunda etkan akşamlı seher anlıydı Zılva avazı belki
barchasi zilva ovozi bek bu yekimni anglar naqshamni elning barchasi anglar naqshamni Assalomu alaykum. Mening ismim Ilyar Muhammad. Bu yil 22 yoshga kirdim. Yurtim güzel G'ulji Qo'rg'as diyoridan. Qo'rg'as nahiyolik 1-xalq doktorxonasida ishlayman. Kasbim doktor. Lekin baxo'sh oldingiz. So'zlar tasirlab beraman. Bala o'rlab berdim Murat Ahmadiyevning ijodiyatini. Rahmat. 78-yil yozilgan naqshlarda men 10 yosh vaqtim. Chiroyli naqsha, chiroyli qo'rildan o'zgacha uslub bilan. Rahmat. Lekin kechir. Ne aylandi. Lekin bir yeriga men bir azroq sana bir tuz tushmaysan. Ya vaqrash qildi, ya lirikka qildi. Bu yerda sening da'vatqining zilva ovozing, yiqimliq naqshang degan gapni qilyapsiz emasmi? Naqshning tekstigimi cho'qim diqqat qilishimiz kerak. Yiqimliq naqshang mening qulog'imga keldi degan yerdagi yiqimliq naqsha balki bunda bo'lmasligi mumkin, shundaqmi? To'g'ri. Yiqimliq naqsha desa bu ashadiki aslida qizga da'vatsang-ku, nayta bir cho'nqir mehr muhabbatini ifodalayotgandan keyin uya aksincha intayin yiqimliq chiqib, menimcha. Yana bir sening bir seg'inib ketgan yerlaring bulanmay qolgan yerlaring anda chiqsin deylik. Buni agar meni tanlab qolsang keyin deyishamiz. Lekin bugun sening ifodang yaxshi. Rahmat. Meningki o'rlanmay qolgan sabab eng muhim masala mening gruppamda va o'zimning bir shaxsiy masalasi chiqib qoldi. Mening gruppamda sizning hissiyotingizdagi yoki sizning ovozingizga o'xshab ketadigan mayirlardan bir nechasi bo'lg'achqa men o'yildim bayatim o'rlaman deb eng oxirida sizni oyab qolganim. Bizniki masalan har qaysi guruhdagilar yana bir maydon o'zaro musobaqa qiladigan bir ishlar bor. Shundoq. Shunga sizni men bir Tanglikni qo'ymay dedi. Tanglikni qo'ymay deb o'ylab qoldim o'zimcha. Shunga aylanmay qoldim. Endiki mushu o'zingizniki armonlaringizni bir deb baqqan bo'lsangiz, biz anglab beqib, anandan keyin qolgan ishni bekitadi. Bo'lamdi? Mening bu yerga kelishga maqsadim hargizmi o bir mashina uchun emas. Mening ichimdan bek amroqchiman naqshiga. O'zimning kasbi buni bilan 10 tiyinlik aloqasi yo'q. Menimcha sening kasbing bilan naqshning munosabati bor. Sen jismoniy jihatda kasalliklarimizni davolasang, naqshang bilan balkim agar yaxshi yo'l tanlab qola olsak, bizning ruhiyatimizdagi kasalni davolashga foydasi bo'lib qolishi mumkin. Rahmat. Shunga sening oxirgi qaroring Benim tanışım Nurnisa Abbas Hanım. Şimdi baksa oğlunu bir kızı merhaba der kütüp aldı. Nurnisa Hanım İlyas Nurmuhammad'ın hem babıda yaxşı terbiyedik. Rahmat. Kırışın ha? Birinchi darajalik mukofotimiz Saptava hasilni bozor sog'an G'ulji Qo'rg'as musulmoncha yelaklik ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Diqqatimiz keyingi bahimizda bo'lsin. Do'stim, siz Pichanga borganmi? O'tdek qum, muzdek qor suyidan hozir olganmi? Muhabbatli kuylarni anglaganmi? Mana illiq salomlar bilan Pichandan Erkinjonga yetgan. Tartiblash, naqsha etish,
so'zish qatorlar qiziqaman. Bu qitim o'zimni sinishimda oilamdagilarga yana bir qitim o'zimning talantimning borlig'ini namoyon qilish. Mening shuarim bo'lsa, tirishqonlik odamning hammasi cho'qim g'alaba qiladi deb o'ylayman. Mening bu musobaqa qatnashishimga sabab men nurg'un yillardan buyon o'zimning talantini ancha pek joriy qildirandim. Shu musobaqa orqali o'zimning talantini joriy qildirib, ko'pchilikka yana bir qitim namoyon qilmoqchi. Mening ishonchim bundan keyingi tirishchanligimga bog'liq. Qani o'zingni tanishtirg'ina. İsmim familiyam Erkin İbrahim. 28 kirdim. Şinjan Pedagogik Üniversitesi'ndeki müzikki ma'rif kasbini bitirgil 4 yil oldu. Yurtim Turpan Pichan rayisidan.
Senin ismin mi Erkin mi? Vay dişim. Vay dişim. Vay Xudayım. Herkese kaçan bana sevken. Tamam, Nakşan'ın ismini depre. Bu naqsha O'zbekistondagi davlat naqshchi Ozodbek Muhammad Saidniki. Ay. Bevafo derlar degan naqsha. Ozodbekni emas. Otabek Muhammad Said. Hech yo'q. Tantirib ketdi. Ashta tantirib xato tanlab qo'ymajmi ile? Yaxshi naqsha. Bizning o'shki muqomda bor bu she'r. Ben sizden avazınızı şunchalik yaxshi ko'rdim. Azroq qiyishlar, u bu ishlar mavjud bo'ldi, lekin sizning tamtirishingiz o ovozingizni yana zo'r darajada o'zgartirmadi. Men bir naqshchi bo'lish sifatim bilan 5 yil o'qidim. Mushu Şinjan san'at institutida. Ana mana nuqta aniq bo'lsin. Onalarning yuki ig'irlab kelsa bo'lmaydiganligini bildingmi hozir? Mahmud afandining fikrini anglayman. Bu naqshning tayyorliqlar sahihdan shukur. O'zim omroq bo'lamiz. Sen tavakkul qilibsan. Yani sen gitar çaldığı adam bo'lgandan keyin Erkin akamning gapini olmasan ko'ngling yerim bo'lib qoladi degina. Men gitarchi emas. Ey gitar çalmasanmi naqsh ayta olamsiz hadi. Aytayman. Har qanday naqshni aytasiz ku ha? Asosan aytaman. Men mayada unutib qolmam. Nurisa xonimning naqshini ayta olaysanmi ha? Kuyni o'zim bekitiraman. Unda shu olsa men bir yil gap qilay. Ben o'zimcha deb qopman o'zimcha. Gapning mehzinladay. Mening guruhimda garchi gitar chaladigan mayirlar nisbatan sal bo'lsa-mu, lekin sizning bunda ustodlikka naqshlarni aytadiganlar Abdulla akamniki Turkisida Malika sal jiqroq. Demak, ma gapni oxiri bor. Bunda ustodlikka naqshlaydiganlar meningki guruhimda intayin az. Abdulla akamning, Mahmud akamning guruhida liqqida shunday material. Shunga bu oxirida yana o'zaro musobaqa va o'zaro har xil jidal majaralar bor. Shunga yiroqni o'ylab bu gapga asosan ishonmasam bo'ldi. Chindan nima qilman? Sen bu talash tortishni oyog'ini so'zitgan bo'ldi. Men tushundirsam bo'lmaydi. To'xta. Mening guruhimda sana o'xshash ovozning birisi lozim. Kelsan kel. Darhol kel. Ha bo'ldi. Aytgasam bu chiroyim yo'q. Seni xijil qilmaylar bo'ldi. Men shu o'tag'an to'rt muallimning naqshlarini kichigimdan anglab cho'g'gan. Erkin Abdulla muallimning shu tunji plastikasi bilsam 2002-yilda chiqdi-ku deyman. Karvanjuli degan. Shu plastikga chiqqandan keyin qo'limga gitarni olgan. Erkin Abdulla muallimning naqshlarini bak yoqtiraman. Bunda o'ylab baxmat ekanda bunda bo'lib ketadi. To'xtab turaman, 1 minut turib olay. Hele seni tanlışın. Men o'zim bilan o'xshash sindash Erkin muallim tanlayman. Erkin canlı tanımakta erkin. Enkardaşkay azada erkin. Çıkı sapköy isil eserler yapalımız bu kaysı erkin. Mana xush kayfiyat bilan bo'lsan programmamizni oxirlashtirdik. Xalqimizning qo'lishi, mayirlarimizning qizg'inligi bilan Ipak yo'li qaytadan qaynon tashqinlikqa cho'mgisi. Kelar sonni qaysi mayirlarimizning qanday mahoratlarini ko'rarmizkin? Xayr, kelar sonni ko'rishaylik.